O'zim ham zo'rg'a ko'targan naqd 15 kilolik tort zagotovkasini bugun sizlar bilan birga qilamiz. Tortimizni zagotovka jarayoni sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu tortimizga o'zi ham bir kun qolganda zakaz tushdi. Tortimiz bo'lsa naqd 40 yo 50 kishilik bo'ldi. Ertaga qizlarimni tug'ilgan kuni, shuning uchun menga katta 3 etashkali tort kerak. Tort referensini men sizga o'zim tashlab beraman. Faqat shunga o'xshatib qilib berishingiz kerak iloji boricha. Bu safar menga iltimos qildilar. Siz menga referens tashlab qo'yingizchi, tort ichidagi zagotovkasi qanaqa bo'lishi kerak deb. Tort ichidagi zagotovkasini menga 3 xil qilasiz. 2 qavati ham bir xil bo'lsin dedilar. Men bo'lsa xo'p bo'ladi deb ularni tortlarni tayyorlashni boshladim. Tortda birinchi qavatini malini, ikkinchi qavatini esa snikers, uchinchi qavatini bo'lsa har doimdagi banan qildik. Tortimizni asosan yosh bolalar yegani uchun tortimizning ichidagi bananni esa men to'g'rab solishga qaror qildim. Nima deb o'ylaysiz? Shu tortimizga qancha banan ketadi deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z izohingizni yozib ketish, yodingizdan chiqazmang. Videoni agar siz shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozir Shaynbeker profiliga podpisatsiya qilib qo'ying. Sababi bundan ko'p tort zagotovkalarning videosini aynan mana profilimdan topishingiz mumkin. Nima sababdan bir kun qolganda bunaqa katta tortga buyurtma beryapsiz desam, qizlarimni tug'ilgan kunni orasi yaqin, shu sababli ham ikkita qizimni tug'ilgan kunni katta qilib tug'ilgan kun qilib beryapman dedilar. Men bo'lsa bu qizlarga havasim keldi. Sababi men tug'ilgan kunim bunaqa 3 etashkali tort bilan o'tmagan. Tortimizning dekoratsiyasini klientim xohishlaridan kelib chiqib qilgan holatda ustilariga qizlarning ismlarini ham yozib berdik. Bu tortimizni qaranglar qanaqa chiroyli chiqqan. Meni o'zimga ham rosa yoqdi. Prям Pinterestdagi tort bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Tort ularga yoqganmikan? Agar sizga sotilinish jarayoni qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 2 sonini yozib qoldiring.